Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Dilisa Jaloliddinov O'zbek kanali. Bugungi videoda biz videoni oblochkasidan ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Jude Bellingham hamda William Salibalarni full holatiga yetkazamiz. Xo'p jigarlar, bugungi video biroz cho'ziladi. Oldindan aytib qo'yaman, chunki bu videoda sezon pass Dilisa akkauntga har xil uslublarda tanga olmoslar yig'ish va barcha Dilisdagi agentlar olish, barcha ma'lumotlar haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Video sizlarga yoqadigan bo'lsa, albatta like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Albatta, mana ko'rib turganingizdek tanga olmoslar olyapmiz. Sezon pass ochib olganmiz bu o'zimizning akkauntga va bu akkauntni ham men sotib yubormoqchiman. Sotib olmoqchi bo'lganlar albatta Telegramda menga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram kanalim video opissiyasida va kommentariyada bo'ladi jigarlar. Xo'p, sezon pass ochish xizmatlari, tanga olmos yig'ish xizmatlari barchasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol menga Telegramdan murojaat qilsangiz, men o'zim sizlarga shaxsan o'zim tanga olmoslar yig'ib, Vietnam orqali albatta tanga olmos yig'ish xizmatlari ham Telegram kanalimda bor. Sezon passlarni ham o'zim ochib beraman jigarlar. Ko'rib turganingizdek biz olmoslarni olib boramiz ko'proq va agentlar qo'ldan kelgancha bizga yashil o'yinchilar olish uchun kerak bo'ladigan narsalarni olamiz. Xo'p, darvozabon kuchaytirgich yoki 1000 ta tanga deyapti. 1000 ta tangani olganimiz ma'qul va bu yerda 125 ta olmos yoki agent. Albatta agentni olib olamiz. Xo'p jigarlar, mana agentni olib oldik. Bu videoda albatta har bitta videoda bittadan agent ochayotgandim. Bugungi videoda esa ikkita agent ochamiz. Xo'p, mana bu yerda ko'rganingizdek bitta agent bor va bizda 305 ta olmos bor. Mana shu olmosimizni video oxirida 371 ta qilamiz va yana bitta agent ochamiz. Xo'p, video boshida bitta agent, video oxirida bitta agent. Shu uchun Dream Stars'da kelgan o'yinchilarni tarkibga qo'yib olamiz. Xo'p, mana Dream Stars'ga kelgan futbolchilarni barchasini tarkibga qo'yib oldik. Xo'sh, menimcha bo'ldi. Xo'p, endi agent ochishga o'tib olamiz. Xo'p, tarkibda ko'rib turganingizdek ancha ideal tarkib yig'ib qo'ydik va Dream Stars'da ko'rib turganingizdek DLC 25 vaqtida, ya'ni 2025-yil eng zo'r o'ynagan o'yinchilar. Xo'p, bizda 10% dan ziyodroq foizimiz bor tushishi va bizda Fransiya bayrog'i ko'rinmoqda. Bu Dembele yoki Mbappe bo'lishi mumkin. Bizda ikkinchi raqam ko'rinmoqda va bu himoyachi, mana himoyaviy statlari ko'rinmoqda va bu William Saliba chiqmoqda. Dayot Upamecano deb o'ylagandim, lekin William Saliba chiqdi va biz Salibani endi mana bu yerda bitta scout bosgandim. Bizda Jude Bellingham ko'rindi va Bellinghamni sotib olamiz va William Saliba va Jude Bellinghamni fitness kuchaytirgichlar bilan kuchaytirib olamiz. Xo'p jigarlar, Bellinghamni bundan oldin bir YouTuber full qildi, ko'rdim. Bellinghamdan tepadan fitness bosganda 400 chiqmas ekan, lekin biz qo'ldan kelgancha mana kuchaytirishlarimiz menimcha yetadi uni kuchaytirishga va biz endi Jude Bellinghamni sotib olishimiz kerak. Kuchaytirgichlar anchagina. Jude Bellingham 2171 tangaga keldi. Hozirda mana shunday skautlar ochganda tangalar juda ham bonus bo'lib kelyapti jigarlar. Xo'p, biz Bellinghamga oq o'yinchiga biroz berib yuboramiz va Bellingham va Salibani kuchaytirishni boshlaymiz. Xo'p, bizda adashmasam Teo Hernandez bor edi. Biz Teo Hernandezni sotib yuborishimiz kerak. Tezliklari baland futbolchi, fitnessga sotib yubordik va bizda 10 ta fitness ko'k kuchaytirgich bor. 10 ta fitness ko'k kuchaytirgichimizga Saliba hamda Bellinghamni kuchaytiramiz. Bizda birinchi kuchaytirgich va staminaga tushmoqda Bellinghamda. Hop, Salibada deyarli tezlik, tezlanish biroz pastroq, tezlik, stamina sitiri deyarli bir xil. Saliba juda yaxshi kuchayadi. Deyarli hamma darajasi teng holatda kuchayadi. Bellinghamda esa birinchi mana stamina full holatga yetdi. Stamina 100 bo'ldi, lekin tezlik va tezlanishlar 82-85 bo'lib yotibdi hali. Sitiri ham 85 ekan va Salibada ko'rib turganingizdek o'zi 3 ta 90 plus chiqdi. 95 tezlik. Saliba bilasiz, Arsenalda o'ta yaxshi o'yinlar ko'rsatmoqda. Yosh bo'lishiga qaramay, Saliba adashmasam 24 yoki 25 yosh. Xo'p jigarlar, sizlarga mana shunday Bellinghamlar, Salibalarni bittalik kuchaytirishlar berayotganimda bir ma'lumotni aytib o'taman. Ya'ni bu Telegram kanalim haqida. Telegram kanalimda aksiyalar, sovg'alar barchasi bo'ladi. Albatta Telegram kanalimga o'tib qo'yishingizni so'rab qolaman va Telegram kanalimda o'tsangiz
sizlarda pin holatda turgan bo'ladi. Tepada tanga olmos yig'ish xizmatimiz narxlari. Birinchi tarif 2000 ta olmos va 60 ming ta tanga va bitta qora klassik player olinadi o'sha tarifda va bu narxi 100 ming so'm bo'ladi. Keyingilari biroz arzonroq bo'lib ketaveradi. 180 ming, ya'ni 180 mingga 2 barobardan ham ko'proq. Ya'ni adashmasam 5 ming ta olmos va 120 mingtacha tanga edi adashmayotgan bo'lsam va bu 180 ming so'm va undan ham balandroq bizda tanga olmos yig'ish xizmatlari bor. Albatta Telegramdan menga murojaat qiladigan bo'lsangiz, albatta akkauntingizga Vietnam orqali tanga olmos yig'ib beriladi. Eng arzon tarif 8 kunda, keyingilari 15 kun, 20 kun, 25 kun. Barchasi albatta yashil agentlarni oladigan kuningizga kelganda tanga olmoslarni ishlatishingizga ruxsat beriladi. 1 kun faqat oxirgi kunlarda bemalol o'ylamasdan yashil agentni ola olmasamchi qimmatroq tarifdan yig'adigan bo'lsam deb yurmasligingiz uchun albatta Vietnamlik bilan kelishib qilinadi. Xo'p, sezon paslar ham albatta aksiyali sezon pas 28 ming so'm, aksiyasiz 45 ming so'm. Xo'p, mana Saliba ancha yaxshi kuchayib qoldi. Va Telegram kanalim haqidagi barcha ma'lumotlar shulardan iborat. Endi futbolchilarni kuchaytirishga o'tib olamiz. Xo'p, bizda Bellingham bitta 100 hali ham, stress 98, tezlik biroz pastroq va Salibada 2 100 chiqdi. Tezlanish 97, 99 stri, 98 stri va Bellinghamga kuchaytirishlar tushmoqda tezligiga. Va Bellinghamdan 2 100 chiqarib oldik. Bellinghamdan tepadan 400 chiqishi juda qiyin dedi biriktalar, lekin biroz ishonmadim. Hozircha bizda birozgina kuchaytirish uchun imkoniyat bor. Salibada ham shunday. Saliba ancha kuchaytirish imkoniyati bor. Unga bilasiz bir 20 tacha texnika ortib qolsa ham kerak. Hop, biz endi skautlar bosamiz va oq o'yinchilar qidirib ko'ramiz. Xo'sh, bizda birinchi skautda yo'q, bitta oq arzon tangali o'yinchi 63 tanga va darvozabon chiqmoqda. Ikkinchisida ham arzon o'yinchi, lekin yana darvozabon. Shu yerda darvozabon emas, yana bitta arzon o'yinchi chiqqan bo'lganda juda yaxshi holat bo'lardi. Mana bu yerda 220 tangali o'yinchini ham olib yuboramiz. Hop. Qimmat o'yinchilar chiqmoqda, diskard bosib yuboramiz. Va men sizlarga mana shu yerda skautlar bosishni umuman maslahat bermayman, chunki buni foydasi yo'q. Transferdan keladigan arzon o'yinchilar yoki 80 darajali himoyachilarni olib sotib kuchaytirgichlar yig'ishingizni maslahat beraman. Xo'p, jigarlar, bu video ancha cho'zilmoqda. Va ikkita arzon o'yinchi chiqdi bizda bir barakayiga. Hop, yana darvozabon. Ko'rib turganingizdek darvozabonlar ham ko'payib ketyapti chiqishi. Bizga darvozabon kuchaytirgich umuman kerak emas, chunki darvozabonlar uchun yetarlicha, ancha ortig'i bilan kuchaytirgichimiz bor. 98 ta oqidan va bitta ko'k kuchaytirgich ham bor darvozabonlar uchun. Bizda darvozabonlar ham menimcha keyingi videolarda darvozabonlarni ham kuchaytirish videosi bo'ladi albatta. Donnarumma, Courtois kabi darvozabonlarni olamiz, eng baland darvozabonlarni va ularni kuchaytirib chiqamiz. Xo'p, bizda futbolchilar qolmadi, tanga ham qolmadi. Barcha futbolchilarni sotib yuboramiz. Bizda 7 ta kuchaytirgich yig'ildi oqidan va menimcha videoni biroz to'xtatib turib, keyinroq davom ettiramiz. Salibadan 600 chiqarib olsak zo'r bo'lardi. 98 tezlik, 6 ta debman, 4 ta to'g'rirog'i. Tezlanish 99 bo'ldi va so'nggisi Salibadan 400 chiqarib oldik va biz endi Jude Bellinghamga yana kuchaytirishlar yig'ishimiz kerak. Va mana endi jigarlar kuchaytirgichlar yig'ib keldik. Ko'rib turganingizdek bizda olmos ham yig'ildi mana va mana shu videoning o'zida, video oxirida agentni ham ochib yuboramiz. Xo'sh, agentni hozir ochganimiz ma'qul ekan. Xo'p, agentni ochib ko'ramiz, yashil o'yinchi ko'ramiz. Ispaniya va yana ikkinchi raqam, yana himoyachi. Bu Daniel Carvajal ekan. Yuzidan tanib qoldim va bizda Pedri chiqmadi, yashil kartali Daniel Carvajal. Uni menimcha sotib yuborsak ham kerak. Dani Carvajal bilasiz Real Madridda ancha yaxshi o'yinchi edi. Uni full qilsak ham bo'lardi, lekin uni
Texnika darajalariga kuchaytirish ma'qul. Fitneslardan 4 ta yuz 3 ta yoki 2 ta yuz chiqib qolishi mumkin. Shu sababli uni full qilmagan ma'qul. Bellinghamda ko'rib turganingizdek biz 3 ta yuz chiqarib oldik. Speed 96 bo'ldi va biz endi ikkitalik kuchaytirgichimiz bosib yuboramiz. So'nggi kuchaytirgichimiz bo'ladi va speed 98 bo'ldi. Yo'q, 97 bo'lib qoldi tezlik. Tezlik 97, tezlanish 100, tepadan 3 ta 100, tezligi 97 bo'lib qoldi. Jude Bellingham menimcha normal holatda kuchaydi. Jude Bellingham kuchaygan sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta jigarlar like bosib qo'yinglar. Endi texnika kuchaytirgichlar bilan Salibani yaxshiroq holatda kuchaytirishga harakat qilib ko'ramiz. Takling darajasini qo'ldan kelgancha 100 qilishga ham harakat qilsak bo'ladi, lekin qo'ldan kelmasa ham harakat qilsa bo'ladi. Takling 93 bo'lmoqda hozircha. 94 takling yaxshi ketmoqda kuchaytirgichlar. Pastiga tushmoqda. Va Saliba 93 darajaga erishibdi o'zi. Va mana bunday usullar qilib bosib ko'ramiz. Zarbasiga tushmoqda. Va ketma-ket zarbaga kuchaytirgichlar. Yana zarbasi 54. Kontrol 83, pas 83, zarba yo'q, pasiga tushmoqda yana 83, 84, 54 va 94 bo'ldi. Va so'nggi kuchaytirgichimiz zarbaga tushdi. Sizlarga jigarlar Saliba va Jude Bellinghamni full qilganlarim, videodagi ma'lumotlar barcha sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, kommentariyada omad deb yozib qo'ysangiz menga motivatsiya bo'lardi bir. Jigarlar, albatta Telegram kanalimga ham o'tib qo'yishingizni so'rab qolaman. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'ling.